Hi everyone, welcome to a new concept English classroom, and this is Ablacan, and today we will learn lesson 5. Alright, sağdaş yaxşımızlar. Yeni okum İngiliztili dersimiz kelganlarni qarshi olamiz. Endi bugun o'sha yeni okum İngiliztili birinchi qism 5-dars. Shuni o'rganmoqchi. Aniqdan. Sizlar shu har qatim dars o'rganganda bo'lsa, shu kitobinglarni oldingi mazmunlarni bir tizdan takrorlab o'tsanglar, masalan, necha bo'lmaganda so'zliklarni, tekstlarni bir qatimda o'qib degandek uchun. Unda bo'lganda nima keyingi darslarni tushunishingizga qanday insonlar intayin cho'ng yordam beradi. Okay. Aniqda bugungi darsimizdagi yangi so'zlarni bir o'rganib o'taylik. Yangi so'zlarni. Insonlar new words. Okay? New words. Okay, number 1 is Mr. Okay. Ana Mr deganimizni qarasak, birinchi tovush mau tirnoqcha qaraymiz. Tirnoqcha qaraydigan bo'lsak, birinchi tovushni Shunami? Okay, Mr. Okay, nimada bu kerakimiz? Mr. Okay, bari agishib qo'ydinglar? Mr. Good. Mr. Okay, endi Mr deganimiz nima? Sonlar efendim degan gap, efendim. Arada shu erlarniki familiyasiniki oldiga keladi. Okay. Andaqda chet elliklarda masalan familiya qanday bo'ladi? Masalan, alaylik Barack Hussein Obama. Okay, Barack Hussein Obama Amerikaniki prezidenti. Endi bu odamning isminiki Barack degani o'zining ismi. Okay, Hussein deganimiz middle name deb qo'yamiz, middle name deganimiz ham demaysan, o'ttirinchi ismi. O'ttirinchi ismi. Arada o'ttirinchi ismi ba'zi ishlatadi, yoki ba'zi ishlatmaydi. Keyingi ismi nima masalan Obama. Okay, Obama degan ham demayarki familiyasi. Masalan, mening ismim Ablacan Muhammad Ali bo'lgan bo'lsa, mening o'zimning ismim Ablacan, familiyam bo'lsa Muhammad Ali. Demak, ingliz tilida o'xshash o'zining ismi birinchisi bilan keldi, ikkinchisida familiyasi. Endi bir farqi nima desanlar, bizda hamda familiya desak ko'pincha dadamizning ismini familiyasi deb qo'llanamiz. Lekin chet elliklarda desanlar, ularning familiyasi muqim bo'ladi. Masalan, buvining familiyasi, demak bir jamiyatning familiyasi o'xshash bo'ladi. O'xshash bo'ladi. Masalan, hamma Obama oilasiga qaraylar, Obamas. Endi bu Obamasninki madam nima deymiz sanlar? Mr. Obama. Okay. Obama efendim shunami? Mr. Obama efendim. Okay. Yana birisi nima desanlar? Masalan, Obamaning oilasiga, nima Mr. Obama. Ko'rdingizmi? Onun lekin kichik qizlar bor emasmi? Bu qizlarning ismlari endi nima desanlar? Familiyasi Obama bo'ladi. Okay, Obama. Bu qizning ismi nima desanlar? Miss Obama. Okay, endi yerga Miss. Okay, Miss deganimiz xon qiz. Okay, Miss deganimiz xon qiz. Ana Obama xon qiz. Oh. Wow, mush action ma'lum ayol kitap chaqir, undaq emas. Obama xon qiz degani shu qizining ismi familiyasimi, sorry, nima desanlar? Obama. Shuna Miss Obama xon qiz deydi. Okay? Ondan keyin macho ayolidan Mrs. Obama. Okay, endi ayoli nima desanlar? Obama xonim bo'ladi. Demak, Obama xonim degan hargiz Obama xotin kishi deganlik emas, balki Obamaning ayoli. Arada shu chet elda, Amerikada bo'ladi. Shu ingliz tili so'zi sanaladi. Masalan, ayol kishi to'y qilgandan keyin uning familiyasi shu er tarafning familiyasini ishlattirchi. Er tarafning familiyasini ishlattirdi. Shunga mushara bu ayolning ismi nima? Michelle Obama. Okay? Barack Obama, Michelle Obama, Sasha Obama, Melia Obama deb shunday Obamaning oilasidagilar. Shunga Obamaning ayolini Mrs. Obama. Okay, nimalarga emas? Mrs. Obama. Obamaning qizinchi Miss Obama. Obamaning o'zinchi Mr. Obama. Okay, Mr. Obama. Undan savolashlar shu ingliz tilidagi bir necha farqlantirib ataydigan so'zlar bor. Masalan, oldingi soatimizda sir deb o'rgandik. Shunami? Okay, sir deganimiz hamda efendim. Masalan, shu dukkan magazinlarda, uningki maktabda shu erkaklarni hurmatlab chaqirish nima? Sir deydi. Sir, masalan, dukkanga borsang sir. Endi bu sirning keyin nima ketmaydi desanglar? Familiya kelishini aytdi. Tanımagan taqdirda bir erkak kirsa, masalan, dukanga yoki bir muallim kirsa, sir deymiz. Herkes o'qituvchini teacher deb chaqiradigan ish yo'q, qadrli savoldoshlar.
nima deymiz? Er o'qitishi bo'lsa sir, ayol o'qituv bo'lsa miss. Okay, miss. Aniqda niyari gentleman deb yana birisi bor. Okay, ham bu yerga gentleman deganimiz nima? Okay. Hamda gentleman deganimiz bu efendim. Bu ko'pincha ommaviy so'rinlarda gentleman deb chaqirdi action nima? Ladies and gentlemen. Okay, bilasizmi? Xonimlar, efendilar. Shu efendim degani gentleman. Shunami? Okay, next one is guy. Okay, guy. Hani guy degan Amerika inglizlar o'g'il bolalarni the guy deb chaqiramiz. Hey guy, hey guys. Bolalar degandek-ku. Endi bu yerga guys, gays emas, yoki gay emas. Endi gay deganimiz hamda to'ngshingdan degan gap. Choma er to'ngshingdan gay deydi bolalar. O G A Y. Ana ma'nosi guy. Tushundinglar? Guy. Okay, bala arabda masalan o'g'il qizlar aralashib bo'lsa ham guys deb chaqirdi, hamda informal. Ya'ni deymiz informal degan berasmiy ishlatilishda. Endi keyingisi boy. Okay, boy degan shu o'g'il bola degan gap. Shunami? Hey boy. Hey bola. Shunaqa ma'lum gentleman. Okay, yana shu gentlemen. Okay, yaxshi, shunaqa. Okay. Keyingi so'z nima desam? Good. Okay, good. Good deganimiz shu nima? Obdan, baland degan bo'la. Good. Masalan nima? Good school. Okay, good school, yaxshi maktab. Tushunami? Good job. Okay, hamda muallimlar to'g'ri ishlatsa nima deydi? Masalan, shaxsan men bolalarni ilhomlantirib, hey, good job. You did a great job. You did a good job. Bu deganimiz hamda va yaxshi qildingiz, baland qildingiz, obdan qildingiz demakchi birisining ifodasini aytdi. Yaxshi bo'lsa shu yaxshi qildingiz degani good job deymiz. Good job. Okay, good teacher bo'lsa yaxshi o'qituvchi. Anota, good morning. Okay, qarang. Mana narsani morning. Get? Nima bo'ldi? Morning. Dabaqla? Morning. Ishonama, merota so'zlab aytamiz. Morning. Morning. Get. Morning. Okay, morning degan tushdan burun degan ma'nosi bor. Masalan, good morning. Deganligingiz xayrli bo'lsin. Good morning. Good morning. Deganligingiz xayrli bo'lsin. Deganligingiz xayrli bo'lsin dedi. Good morning. Oh, good morning. Good morning. Okay, next one is new. Okay. Name again? New. Okay? Yeah. Shnama? New. Okay. New. Okay, new deganimiz nima? Yangi. Hansı bir tal yangi qalam deganda-chu. A new pen. Yaxshi. Hansı bir tal yangi maktab. A new school. Okay, hamda o meningki yangi qo'l soatim, qo'l soat deganim neymiz bola? It is my new watch. Okay, it's my new watch. Okay. Hamda nima? Bu sizning yangi nemingizmi? Ko'ylagingizmi? Deganda-chu, is this your new dress? Okay, my dress degan ayollarning uzun ma üst taraf bilan ost taraf yopkisi qo'shash ko'ylak nima deymiz bular dress deymiz a choylarga so'rinlarga kiyib boradigan shuni nima deymiz dress nima deymiz dress good and the king's nima masalan miss abay degan xon qiz qizchaq degan nima deymiz miss. Okay, Miss Palonchi, masalan Miss Obama xon qiz shunaqa miss emasmi miss good. Okay, rabanglar miss good miss. Okay. Oh, next one is student. Okay, student. Okay. Uyg'ur tilida student deb qo'yamiz-ku. Mana nima? Student. Aytishayotganlar. Student. Good. Student. Okay, next one is French. Okay, and what French tilimiz qanama? Farq shunami? Qo'lini French. Oxiri French. French. Good. French. And the French deganimiz nima desam? Fransiyalik. Fransiyaning fransuz tili.
Okay. Ana French. Qarama zidani nalik Fransiyalik. Nayt danglı futbolchi shundami? Shaxsan men time havas qilaman zidaniga. Nima French, a really good football player. Nima French. U nalik Fransiyalik. French. Okay, and the Fransiyalik o'quvchi, a French student. And the fransuzcha kitob bo'lsa French book. Shunami French book. And Fransiyaning mashinasi. Fransiyaning mashinasi bo'lsa French car. Okay, French car. French car. Keyingisi nima desanglar? German. Okay, German. Endi men aytib German degan German, Germanining shunami German. Ags banglar German. Yaxshi. Endi bu yerga German degan Germaniyaning dedik masalan Germaniyaning mashinasi German car. Germaniyaning o'quvchisi German student. And the German ayrim bo'lib ism bo'lib kelganda İngliztili deb ma'nosi. Masalan French ism bo'lib kelganda fransuz tili deb ma'nosi bor. Okay, next one is nice. Hava qanday ekan bola? Wow, nice. Nice weather. Nice. Okay. Nice yana bir ma'nosi chiroyli. Chiroyli, ko'rkam. Okay. Chiroyli yoki naydi go'zal. Nice. Okay. Nice. Okay, bu qattiq bir abdiy ta'limda o'qib ketibdi-ku, nice deb. Bu rasmlarni chiqarib va share qiladigan, function qiladigan. Shuni nima? Nice. Good. Ana keyingisi nima desanglar? Meet. Okay, ma o'tirdagi mavzuq tovush harfini nima? Yaxshi. Endi og'zimiz sal kulgandek, kulimsirgandek sal kerak bo'ldi, uni qishimiz usta ko'taramiz. Nima? Sorry. Meet. Yaxshi. Meet. Okay, meet. Endi bu qarasanglar. Nice to meet you. Okay? Nice to meet you. Endi bu yerga nice to meet you demakchi, siz bilan ko'rishgunimga nihoyatda xushalman. Bu odatda tunji qatim mush birisi bilan ko'rishganda, tanishganda boshni ishlatamiz. Nice to meet you. Okay, good. Nima deganimiz bo'lar? Nice to meet you. Okay, nice to meet you degan o'z sizdan ko'rishganimga nihoyat yoki tanishganimga xushalman. Endi bu javoban nima deymiz? Nice to meet you too. Okay? Nice to meet you too. Nice to meet you too deganimiz bu shu. Men siz bilan tanishganimga xushalman. Endi yerga too deganimiz nima desanglar? Mu degan gap bo'ladi. Xo'sh, keyingisi nima desanglar? Japanese. Okay? Japanese. Mana Japanese. Okay, endi bu Japanese deganimiz Yaponiyalik. Yapon tili deb ma'nosi. Yani nima? Japanese car. Okay, next one is Korean. Okay, look, what is this? Korean. They are Koreans. Nima? Ularnalik bular Koreyalik. Shunday deymiz. Korean. Okay, Korean. Korean. Endi ma keyingi ian degan tovush qo'yamda. Ian. Korean. Koreyalik. Okay, malacho. Chinese. Okay. Chinese. Okay, endi ma degan tovushdan o'stirib bir o'rg'i belgistirdi. Chinese. Okay, Chinese deganimiz endi o'shada Junguluq. Endi ma Changlong bilan Lilenje bor ekan-ku. Ular shunami? Ular deymiz-ku hamda. Ular degan nima? They bo'lsa are Chinese. Okay. And nima? They are Chinese. Ular bo'lsa nima? Junguluq. Odatda yana Hanzu tilini deymiz bolalar desanglar, Chinese deymiz. Hanzu tili nima? Chinese, İngliztili English, Yapon tili Japanese, Koreya tilinchi Korean. Ham Koreyalik deymiz. Demak, endi ma'lumot sifat so'ratish. Ham ism bo'la oladi. Ism bo'lgan deb shu tilni ko'rsatadi. Chinese, Hanzu tili. Okay. Next one is to. Okay, to deganimiz nima? Sound mu degan gap. Okay, to. All right. Masalan, I am a student. Men bo'lsam bir o'quvchi.
I am a student too. Nima? Menmu o'quvchi. Okay, mu desak, misol nima too. Okay. I am a student too. I am a student too. Shunaqa. Yoki misol bo'ladi, me too. Okay, me, men. Shunaqami? Me too. Menmu. Menmu. Demakchi, menmu deganda me too deymiz, Good.